Assalomu alaykum akalar. Layhak deydimi, nima deydi? Bu padushkasini Cobalt padushkasi avtomat korobkalar ko'pincha shunaqa bo'lib qolyapti-da. 18 volt bo'shatib mana endi o'rtaga keldi, qaranglar. Cho'kka bo'ldi. Mana shunday qilib qotirish kerak. Hadagi akalardan, motor akalardan agar imkoniyat bo'lsa, shuni qotirib olinglar kirganda. Iloji bo'lsa. Video yoqqan bo'lsa like bosib olinglar, podpiska bosinglar.